Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 71-soni efirda. Yolg'izlikdan azoblangan, ko'ngliga zardob yig'ilgandek savolga mos javob topolmay laqillayveradi. Vijdonini poklagan ahmoqona gunohga yo'l qo'ymaslik uchun hushyorlikni qo'ldan boy bermaydi. Farosatsizlik kasaliga yo'liqqan dil dardidan qutulolmasa, qadrdoniga ham to'nglik qiladi. Bachkana sarguzashtni eshitishga sabri chidamagan, o'z xayollari girdobiga sho'ng'ib ovunadi. Hech kimnikiga o'xshamagan yo'riq uchun tashakkur izhor etgan, o'sha qalbdan o'ziga joy ajratishini so'raydi. O'zini idora qilolmagan, betgachoparlik qilib gapirishdan ham toymasa, ulfatning dilini og'ritar. Qadam olishidan odam ichidagi sirini biladigan, mug'ombirona tirjayib, ko'ngilni ham tez eritadi.